Men hozir ilonlar bilan to'la oroldaman. Lekin bundan ham xavfliroq joylarga boramiz. Masalan, muz bilan qoplangan tog'ga chiqaman. Men o'laman. Qo'yvoring. Va minglab odamlar o'limiga sabab bo'lgan qirg'oqdan yuraman. Yiqilishimizga esa bir baxiya qoldi va qorni och akulalar bilan qafasda suzaman. Va yana ko'plab qiziqarli narsalar. Biz Afrika qo'riqxonasining o'rtasida joylashgan qafasdan boshlaymiz. Bu yerda sherlar, gepardlar, begemotlar va o'nlab yirtqich hayvonlar bor. Bular bizga nega kerak? Chunki biz yer yuzidagi eng xavfli 5 ta joyga boramiz. Yo xudoyim, nega bunday qilyapmiz a? Endi sherlar bizga e'tibor beradimi yo'qmi bilish uchun go'sht tashlaymiz. Va bu yerga ham ilib qo'yamiz. Biz o'lishni xohlaymizmi? Bu yerni yana ham qo'rqinchli qiladigan yana bir narsa bor. Bu yerda qorong'u tushishi bilan biz ko'rmaslikni boshlaymiz. Hayvonlar esa yo'q. Jimmy, u yerda ikkita sher. Bu nimaning ovozi? Karkidonmi? Yo'q, juda katta. Tunda hammalari chiqishyapti. Sher ovozini eshityapman. Ular 6 metr uzoqda bizdan. Yo'q xudoyim, u bizga qarayapti. U kelyapti. Buncha qo'rqinchli. U bizni oldimizga kelyapti. Ular bizni o'rab olishdi. Biz bu videoda o'lishimiz mumkin. Hali ko'ramiz. Bundan qo'rqinchlilari hali oldinda, chunki oldindagi yo'llar o'tganidan ko'ra qiyinlashib boraveradi. Va oxirida esa ilonlar bilan to'la orol bilan videoni tugatamiz. Hozircha esa ulkan va halokatli muzlagan sharcharaga chiqamiz. Diqqat bolalar, endi aql bovar qilmaydigan narsalar boshlanadi. Vertolyot hozir tog'ni burchagida zo'rg'a turibdi. Nima qilamiz? Ko'rishguncha, biz hozir tog'ni burchagida turibmiz. Va endi orqaga yo'l yo'q. Xo'p, qani boshlaymiz. Biz o'zimiz bilan barcha narsalarni olib olganmiz. Pichoqli oyoq kiyimlar va muz uchun moslama. Menimcha bu shu paytgacha qilganlarimiz orasida eng qo'rqinchlisi. Jimmy, rostdan ham eng tepaga chiqishimizni xohlaysizmi? Ilojsiz. To'g'risini aytsam, o'zimni ham ishonchim komil emas va Nolan ham o'z kuchi bilan meni xavotirga sola boshladi. Yo'q, bolalar, to'xtang. Bo'ldi. Sen uddalaysan. Qaranglar, Nolan bunday qilayotganiga ishona olmayapman. Nolan biz bilan qoladi, biz juda ham tepadamiz. Biz deyarli yarim yo'ldamiz. Jimmy, pastga qarama. Yo'q, xudoyim. Borgan sari tikkalashyapti. Oyoqlarim qo'yib yuboryapti. Yiqilib tushay deding? Yo'q, xudoyim. Men tepani ko'ryapman, Jimmy. Bu men qilgan ishlar orasida eng qo'rqinchlisi. Bo'la qol. Biz uddalaymiz, tepaga oz qoldi. Balandlikni ko'rsat. Biz juda balandamiz, qayta olmaymiz. Yana 10% qoldi. Yig'lab yuboray deyapman. Men buni qilishga majbur bo'lmasam ham. Oz qoldi, Jimmy. Lekin negadir men sharsharaning ustiga chiqdim. Biz sharsharaning ustidamiz. Bilasizlarmi nima? Biz buni uddaladik. Endi biz ro'yxatimizdagi 3-joyga yo'l olamiz. Baleriyadagi qirg'oq yo'lagi. Bu yerda juda ham kam odam omon qoladi. Va endi biz dunyodagi eng xavfli bo'lgan yo'lakdamiz. Bu yo'lak deyarli osmono'par bino balandligida. Afsuslanishni boshladim. Rostdanmi? Rostini aytsam, bu yo'lda shunchalik ko'p odam halok bo'lganki, bu yo'l 10 yil oldin yopilgan. Yo'l yiliga deyarli 300 kishini halok qilar edi. Lekin hukumat faqatgina biz yurishimizga ruxsat berdi. Yaxshi ham ular yurish olmaydi. Yo'q, hammasi joyida. Bunga ishonchim komil emas. Bu yo'l nega yopilganini endi tushundim. Siz esa tekis yo'lda yurgandek yuribsiz. Seni joning qo'limda bo'lganda yoqtirmagan bo'lardim. Yo'q, seni joning meni qo'limda. Rolni qimirlashini qarang. Yo'q, xudoyim, ushla uni. O'lim uchun 10 sm qolyapti. Biz qirg'oqqa juda yaqinmiz. Iltimos. Butun hayotim ko'z oldimdan o'tyapti. Yana. Sizlar buni eng qo'rqinchli deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ammo oldinda bizni bundan ham qo'rqinchliroq yo'llar kutib turibdi. Yo'l juda ham qisqarib boryapti. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Yo xudoyim. Jimmy, balonlar qirg'oqqa oz qolyapti. Ko'ryapman. Yo xudoyim, balandligini qara. Nolan, bizni biroz qo'rqitasanmi? Albatta, men xursand bo'laman. Faqat yiqilib tushma. Albatta. Bu qoyani tikkaligini qara. Bu yerda unaqadan butun bir dara. Sharchara ham yordamlash bor. Yaxshi. Bolalar buni aql bovar qilmaydi. Qanchalar yaqinligimizni qarang. Seni balonlaring juda ham katta jarlik oldida. Buni aql bovar qilmaydi. Ehtiyot bo'l, ichkariroqqa yur. Qani o'ta qol.
Nolan, yaxshi yordam qilmayapsan. Xuddi mashinadan qochayotgandekman. Bundan ortiq boshqarib bo'lmaydi. Yaxshi o'tir, sendan foyda yo'q ekan. Yaxshi, tezroq o'tir, shoshilyapman. Nolan, bilasanmi nima bilan bu yo'llar qo'rqinchli bo'lmaydi? Nima ekan? Yangi ta'mli Feastables bilan. Ha, men sekinroq yurasanmi deb o'ylagandim. Yo'q. Yo'q, xudoyim. Bu tepalik qalin tuman ekan. Yo'lni zo'rg'a ko'ryapman. Ba'zi joylarda yo'l juda ham yaxshi holda, lekin Boliviyadagi yo'ldan qancha balandlashganingiz sari keskin tuman zichlasha boshlaydi. To'xta. Bu qirg'oq. Hammasi joyidami, Nolan? Bu yerdan sekin-sekin yur, u ko'chib ketayotganga o'xshaydi. Ha, yaxshi, mayli, kelishdik. Ketdik. Yaxshimi? Oldinga, ehtiyot bo'lib. Ha, bu nimaning ovozi? Biroz yaqinroq, lekin endi men sizlarga yangi ta'mli festival haqida aytib bermoqchiman. Buni qarang, bu juda ham mazali. Buni sizlarga ko'rsatish uchun hozir mana bunday qilish kerak. Mana qarang, ichidagisi qanchalik qalin. Juda ham mazali. Albatta, bizni festival shikalatimizdan sotib oling. Va yana bir narsa, PUBG o'ynaydiganlar bizning videomizni ko'rayotgan bo'lsangiz, agar sizga UC kerak bo'lsa, albatta bizdan sotib oling. Sabachka shuko UC. Yo'q, xudoyim. UC'ni bizdan olsangiz afsuslanmaysiz. Nolan. Ha, deyarli 10 yil bo'libdi, o'ta olamizmi, yo'qmi tekshirib ko'rasanmi, Nolan? Ha, albatta. Agar u qulab tushsa, men uni ustida emasligimga ishonch hosil qilmoqchiman. Nolan, tekshirchi, hammasi joyidami? Ha, hammasi yaxshi. Shikolat kompaniyalari shunchalik kam to'laydiki, uni ustiga yetmagandek fermerlar bolalarni ham ishlatishadi. G'arbiy Afrikaning kakao fermalarida faqatgina bolalar mehnat qilishadi. Bizni shikolatni hech bo'lmasa ta'mi uchun ham tartib ko'ring. Ishlab chiqaruvchilarga maslahatim, maoshlarini ko'taring va bolalar mehnatiga chek qo'ying. Buni aql bovar qilmaydi. Biz o'lim yo'lagidan tirik o'tdik. Biz bu joyda tirik qolgan bir paytimizda Nolan va Karl bonus joyda akulalar bilan to'la okeanda edi. Biz nega bu safar qafasiz suvga tushmoqchimiz? Ha, biz har doim mana bu bilan tushar edik. Hozir esa usiz. Bu yerdagi akulalar to'satdan hujum qilishi bilan mashhur. Bu yerdagi suvlar Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng xavfli joyidir. Bunday bo'layotganiga ishona olmayman. Yo'q, xudoyim, bu katta akula. Yo'q, xudoyim. Yo'q, xudoyim, nega qafasiz qilamiz? Qara, ortingda. Oy, yo'q, xudoyim, uni kattaligini qara. Nolan, tusha qol. Xohlamayman. Men o'lmayman. O'lishni xohlamayman. Yo'q, xudoyim, uni kattaligini qara. Xo'p, mayli. Karl, akula 2 barobar kattaroq. Bo'ldi, akulalar menga yetadi. Ammo bu ikkinchi xavfli joy oldida hech narsa emas. Bu joy Amazonka chakalakzorlarining o'rtasida joylashgan. Qolgan joyni chiroyi bilan bu yerni xavfliligini solishtirish mumkin. Ha, albatta, bu o'rmonda aynalish mumkin, lekin mana bungacha. Bir necha daqiqada boshlanadigan kuchli yog'ingarchilik sababli bu yerni tezda suv bosadi. Va bugun biz Gokta Kataraktis sharsharasiga boramiz. Uni balandligi deyarli pastga 300 metrdan ziyodroq. Suvli qabr va shunday bulutli havoda men ularni chaqirdim. Face'ni eslaysiz, 70 kun o'rmonda bo'lgan va Belgiya esa 100 kunini Kubichida o'tkazgan. Mana shu ikkala video ham pastdagi Telegram kanalimizga joylanadi. Albatta obuna bo'lib kutib turing. Bugun ko'p narsa unga bog'liq, birgalikda o'lim xavfi kamroq bo'ladi deyishdi. Shoshma, nima deding? Qani bolalar, ketdik. Yana ko'p soatlardan keyin, yana soatlar o'tib, juda ham silliq bo'lgan yana bir odamning yordamisiz u yerdan o'tib bo'lmaydigan yo'laklar chiqadi. Hammasi joyida. Biz manzilimizga yetib keldik. Bu sharshara. Ha, mana u. Agar tushib ketsangiz albatta o'lasiz. Va yo'lboshchi yordamida biz daryodan osongina o'tib oldik. Voy, qaranglar. Va keyin biz sharshara qirg'og'iga arqonlarni boylab chiqdik, oson ko'rish uchun. Voy, qaranglar. Buni qarang ajoyibligini, go'zalligini. Wow. Ha, aytganimdek bu yer qanchalik go'zal bo'lmasin, xohlagan vaqt u yerda halokat bo'lishi mumkin. Bexosdan juda qattiq yomg'ir boshlandi. Chunki bu yer dunyodagi eng xavfli joylardan biri. Bu sharshara vaqt o'tgani sari suv ko'payib, kengayib boraveradi. Asosan biz Amazonka tomondan beri keldik, ketish kerak. Balki arqon bilan sharshara chetidan tusharmiz. O'ylama ham, bu juda yomon fikr, Jimmy. Yoki o'rmonchiga ketamiz, u ham xavfli. Qaysi birini qilamiz? Jimmy, arqondan loy oqyapti, ko'proq. Kabellarga chaqmoq urishi mumkin. Men bunday bo'lishni xohlamayman. Bizni bu YouTube uchun bo'lgan videomiz juda ham xavfli ishga aylandi va biz oldinga silliq va tik qoyalarga qaytishimiz kerak edi. Eng yomoni bizni atrofimiz toshqin bilan to'layotgan edi.
Mana siz hozir toshqinni ko'ryapsiz. Yo'l o'rtasidan kesilgan. Biz hozir arqonni u yoqqa ulashimiz kerak. Bunday o'tmasak tog' bilan o'tishga soatlab vaqt ketadi. Men bu yerdan qanday xushchaqchaq kulib o'tganimni eslayapman. Endi kulgili emas, men qo'rqyapman. Hozir agar men bu yerga yiqilib tushsam, bu yoq sharshara. Men aniq o'laman. Mana suvga qarang, qancha baland. Hazillashmayapman. Arqonga ulab o'zingizni torting. O'lishimga yo'l qo'ymang. Va biz suv toshqini va loydan o'tgan uzoq soatlardan keyin bu tog'dan tirik chiqdik. Endi biz yerning eng halokatli burchagiga ketyapmiz. Eng xavfli joylar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Va bu videoni tugatishning eng yaxshi usuli bolalar, sayyoradagi eng xavfli orol, ilonlar oroli. Nega biz qotillar bilan to'la o'rmonga xohishimiz bilan ketyapmiz? O'lishimiz mumkin. Hayır. Endi biz ertagacha shu yerda bo'lamiz. Xuddi shunday. Biz tunimizni yer yuzidagi eng xavfli orolda o'tkazamiz. Siz qancha qadam bossangiz ham har bir qadamingizda ilonlar bo'lishi mumkin. Va shu uchun ataylab tayyorlangan tishlashga qarshi oyoq kiyimlar tanladik. Ilonlar xohlagan joyda bo'lishi mumkinmi? Jimmy, birorta ilon bizni tishlasa nima bo'ladi? Agar bizni ilonlar tishlab zahrini yuborsa, biz 1 soat ichida o'lishimiz mumkin. Juda ham qo'rqinchli, men xohlagan vaqtda o'lishim mumkin. Bular yovvoyi. Bu orol o'lim bilan to'la bo'lsa-da, lekin juda ham chiroyli. Bu yer juda ham go'zal. Bu yerga yiqilib tushsang o'lasan. Ko'ryapman. Bolalar, ehtiyot bo'ling. Bu yer shunchaki ilonlar oroli deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu yerdagi ilonlar barcha pastdagi hayvonlarni yeb bo'lishgan. Endi ular daraxtdagi barcha qushlarni ovlashadi. Faqat qushlar qolgan xolos. Mana biz chagalayzorga kiryapmiz. Xohlagan vaqtda daraxtdan ilon sakrab bizni chaqishi mumkin. Shu paytgacha oyog'imdan tishlashdan qo'rqayotgandim. Endi tepadan tushishidan qo'rqaman. Buni aql bovar qilmaydi. Nima? Bittasi shu yerda, bittasi mana yuzimizning oldida. Bu ilonni ushlab, zahrini olib, undan tabobat uchun dorilar tayyorlash mumkin. Shoshmang, bu zaharlimi? Agar u meni chaqqanda o'larmidim? Uni qattiqroq ushlang. Bu bolachasi. Yo'q. Qochib ketdi. Uni qo'yib yubordingizmi? Yo'q, u bu yerdan qochib ketdi. Men telefonni qo'ldan qanday tushirsam, u shunday ilonni tashlab yubordi. Va biz qanchalik ichkariga kirganimiz sari ular juda zich. Men 1 metr yo'g'ini ko'rmayapman. Xohlagan vaqt ilon chiqishi mumkin. Ko'p ilon ko'ryapmiz. Bu yerda va ana bu yerda. Bu safar qochirib yubormaylik. Mayli. Orqaga. Bu ilonni zahri qancha odam dorilarga yetadi? Minglab odamlarni. Aql bovar qilmaydi. Ular yaratgan dorilar Braziliyada ilon chaqishidan aziyat chekkan 90% odamlarni davolaydi. Bu degani biz tutgan ilonlar har biri minglab odamlar hayotini saqlaydi. Voy Jimmy, u yerda yana ilon. Yo xudoyim, kattaligini qarang. Biz ularni topamiz, qochib ketishyapti. Kunimizni qolgan qismini ularga ilon topishda yordamlashishga qarashamiz. Men olimlarga tadqiqotda ham yordam berdim. Ilon bizdan 4,5 metr balandlikda va olimlar uni tutish uchun daraxtni silkitishni taklif qilishdi. Ilonlar bilan to'la daraxtdagida uxlab bo'lmaydi. Ular qimirlamaydi. Bizga dori uchun uni zahri kerak. Va endi qorong'u tusha boshladi. Biz esa omon qolish uchun kurashishimiz kerak. Yotoqxona qurildi. Bu yotish uchun palatka ilondan qutqaradimi bilmadim. Biz ilonlar orasida uxlaymiz. Qo'rqinchli. Men uyquga ketaman. Tunda ilon menga yaqinlashishdan xavotir olyapman. Bu qo'rqinchli. Men xavfsizgina issiq uyimni kutyapman. Biz hammamiz bir maqsad bilan uyg'ondik. Bu oroldan tezroq ketishimiz kerak. Uyga ketmoqchiman. Biz juda ham katta muzlagan sharsharadan o'tdik. Chuqurligi 300 metr bo'lgan jarlik qirg'og'idan o'tdik. Va hech qanday qafasiz suvda akulalar bilan birga suzdik. Va axiri ilonlar bilan to'la orolda yashadik va hech kim o'lmadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta bizni yangi Festivus'ni tatib ko'ring. Mana bu magazinlardan sotib olish mumkin. Va albatta bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying.